Cobalt mashinamizga konditsioner xizmatlarini qilib beryapmiz. Bunda nima bo'lgan? Konditsioner umuman ishlamay qolib kelganda ko'rdikki, kompressor qisib qolgan. Kompressor qisib ham masalan mana bu joyi ko'pchilik qisib qoladi. Buni kompressor ichidan uzilib ketgan, ya'ni ichidagi val uzilib ketgan. Val uzilib ketgandan keyin mana bu ustidagi ham xalastoy aynaladi xolos. Ichkariga umuman davinani bermaydi hamda ichidagi freonni aylantirmaydi. Bunga kompressor qo'yib beryapmiz. Bu birga bir nima deydi, duplikat deydimi, xuddi shunaqa narsa, haqiqiy original emas. Momoda kimga kerak bo'lsa, bor, nalichida bor. Xolasalaring Cobalt Gentra Nexus bo'yicha bor. Buni ko'pchilik original deb maqtayapti. Original emasligi, originalligini ko'pchilik isbotlab beryapti, lekin bu ochiqini aytib sotiladi. Xitoyda narsasi, faqat yaxshi ishlaydigan, yaxshi firmaniki. Mana bu akamiz aytganidek, ismlari qalin hamda oldi tomonida haqiqiy pechati bor. Xuddi shu narsa 100% originalda ham xuddi shunaqa narsa bo'ladi xolos. Faqatgina buni poddelkaligini ustalar biladi xolos. Bu xudo xolasa ancha yaxshi ishlaydi. Xitoy narsasi, aldamaymiz. Original bilan bir xil. Sababi mana ko'rishlaring mumkin. Bunda ham pechati bor. Bunda ham xuddi shu pechat bor. Xo'p, mana bu joydagi pechat shu, bu joydagi pechat shu. Bu lekin Xitoy. Aldanib qolmaysizlar. Xitoy narsasi originali bor, lekin bunaqa bo'lmaydi. Original sal farqi bo'ladi. Xudo xolasa akamizga shu narsalar qo'yib beryapmiz. Inshaalloh shu narsalardan keyin konditsioner voобще muzlatib qo'yadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.